100% joyiga qo'yish kerak. Bo'laveradi, yaxshi bo'lib ketadi, tortib yuboradi degan gap bo'lmasligi kerak. Chunki bu yerda o'sadigan 6 ta zonasi bor. Ularda bo'ladigan cherezmi shelkoviy piroglar, do'nlar aro sinig'i bizni ko'p aldaydi. Chunki bu yerda 6 ta o'sadigan zonasi borda. Bittasini joyiga chiroyli qo'ydim desangiz, ikkinchi tomondan siljib ketib qoladi. O'sadigan zonasi kelgunchalikka keyin qo'llariga g'araz egilib beradi. Mana shunaqa holat berishi mumkin. Mana shunaqa holat mana. G'araz egillik. Shu siniq to'g'rilamasa. O'shaning uchun bolalarda peromlarida, eski yangi peromlarda kitobimiz bo'yicha, ustozlarimiz aytishi bo'yicha 100% joyiga qo'yish kerak. Bo'laveradi, yaxshi bo'lib ketadi, tortib yuboradi degan gap bo'lmasligi kerak. Chunki bu yerda o'sadigan 6 ta zonasi bor. O'sha zonalar joy-joyiga qo'yilmasa, hech kim garantiya bermaydi, shu qo'lida hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tushundingizmi? O'shaning uchun tirsak bo'g'imidan juda imkon darajasida to'g'ri xulosa chiqarib davolashimiz kerak bo'ladi bolachalarni. Demak, bularda paydo bo'lish vaqtlari har xil bo'lganligi uchun bizni aldab qo'yishi mumkin. Bunaqa davolashda. O'shaning uchun 100% hozir ko'rsatma bo'lyapti. 2 marta gips qo'yib ko'rdik. Tushgan bilan siljib ketib qolyapti mana. Bolani qo'lda eshish qaytishi bilan ketib qolyapti. O'shaning uchun literaturalarda ko'rsatish bo'yicha agar biz shu narsalarni qilsak, yutqizmaymiz. Demak, bolani operatsiya yotqizyapmiz. Operatsiya qilish kerak bo'ladi.